Hozir mana shunday ko'ryapman, katta do'kon, o'sha bemalol tanlab ham olsa bo'ladi va bunaqa suvenirni anularingiz ham bor, urib ko'rdingiz ham boya menga ko'rsatingiz. Bemalol, aka. Sifati bomba, bunday ko'rib qarasa ham. Bularning hammasida bizda keyinchalik boyaga aytganimdek shkatulkasi bo'lmagan degan edim. Gulli искусственный materialni gul o'zining ximikasi bor, bo'yalgan temirga o'xshab qattiq ko'rinish. Ya'ni bunga olib tashlab yuborilmasa, bu sizga vechniy xizmat qiladi. Yana bitta funksiyasi bu tepaga chiqib, tepada xizmat qilmasa, pastda xizmat qilsin. Hammasiga shkatulka qo'yganmiz. Ya'ni kerakli buyumlarni, ya'ni o'lib ketmaydi, esdalik bo'lib qoladi. Albatta, kerakli buyumlarni ajrashib ketsa ham takoy ham puli ham qolmaydi. Ha, unaqa versiyalar ham ko'p bo'lgan. Kimdir uyga ham qo'yib qo'yish kerakdir buni, dekor qilib. Albatta. Qarasho, qarang, 1,5 million birinchi ishladingiz. Dalishi nima, qanday mana shu do'konga kelib qolganingizni aytib bering. Xo'p, undan keyin orada pauza bo'ldi. Yangi yil fevral, mart. Prosta bayram oldi qilar ekanmiz, bu tema bayram oldi ekan. Undan keyin kerak emas. Faqat bayram sezonida qilasiz. Faqat sezon. Fevral, 14 fevral, 8-mart. Yangi yil birinchi qadam, fevral o'rtacha, martda bitta bosamiz, tugaydi. Bo'ldi. O'zimizdan ishda ko'chada kira qilsa, kira qildi, boshqa dijeni. Bunda o'sha paytda sezonda necha pul ishlasa bo'lardi ashunasi? O'sha paytda 1,5 dollar. O'sha paytda martda, birinchi yil martda o'tkazganimda 1,5 ming dollar chiqqan. Endi tasavvur qilavering. Wow. 5 yil oldin kira qilib yurgan bolaga takoy sparkchasida u вообще четкий effektda